ko'kchaga 1-2 sutkaga qilgan loyihamiz tayyor, mijozimizga berib yuboramiz. Hozir qisqacha mijozimizning fikrlarini eshitamiz. Sarvar aka, siz o'ylagandek chiqdimi, yo'qmi, qanaqadir kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, o'sha haqida bitta oz fikringizni bildirsangiz, aka, xursand bo'lardik. Loyiha biz o'ylaganimizdan ham zo'r bo'libdi. Chunki bizni aytgan narsada bir xil elementlar yo'q edi. Bular endi o'zlari shu anaqa tajribalariga anaqa qilib qo'shibdilar. Yana ham chiroyli chiqibdi. Xursand bo'ldik. Xo'p, bizning ishimizda qanaqadir kamchiliklar bo'ldimi, cho'zildimi yoki siz o'ylagandek chiqqan joylari bo'ldimi? Hammasi o'sha aytilgan vaqtda, shu muddatida chiroyli qilib berishdi. Rahmat, katta. O'sha nima deydi, bergan pullarimizga masalan biz endi rozimiz, chunki ko'nglimizdan ham anaqa nima deydi, xohlaganimizdan ham yaxshi chiqdi. Iloji boricha biz mijozlarga o'zi o'ylagan emas, o'ylagandan aloqa berishga harakat qilamiz. Chunki ertaga baribir niyat qilgan uyi bundan ham o'ylagandan ham wow bo'lib chiqsa, zo'r chiqsa biz ham xursand bo'lamiz va qilmoqchi bo'lganlar kelishsa, xudo xolisa ishlarini chiroyli yuturib ketishadi. Xo'p, Sarvar aka, bizdan qanaqa top keldi o'sha haqida ikki oz aytsangiz? Qanaqadir tanish orqalimi, mijoz orqalimi? Tasodifiy bo'lib qolgan. O'sha mahallamizda yoshligimda bitta uyi, o'rtog'im bilan uyini qilib berishgan ekan. O'shanda o'rtog'im bir nimani ko'rganda, planshetmi? Yo'q, nima deydi? Bannerda katta. As proyekt deb yozilgan ekan. O'shanda bir qanaqadir niyat ichimdan o'tgan ekan. Keyin orada qidirdim. Tasodifiy bularni menga tavsiya qilib qolishdi. Xullas tavsiya orqali chiqdingiz, to'g'rimi? Internetdan yoki kimdandir eshitmagan niyat o'sha anaqa bo'lib ketdi, amalga oshib, baholisi chiroyli bo'ldi. Shu ko'ngilingizga chiqqan bo'lsa, o'zingizga yoqqan bo'lsa, biz ham xursandmiz. Xudo xolasa chiroyli qilib bitirib olishni nasib qilsin. Xudo xolasa qo'shilgan ishlaringiz xayrli bo'lsin. Balkim bitirsangiz, Xudo xolasa yana borib joyida syomka qilib nasib qilsa kanalga joylaymiz, Xudo xolasa. Rahmat, kattakon. Sizga kattakon rahmat. Ishingizni rivojini bersin. Siz bitirib olinglar. Rahmat hammaga. Kimga shunaqa qulay loyihalar kerak bo'lsa, bemalol pastdagi nomerlarga murojaat qilib ko'rasizlar. Xudo xolasa ko'ngildagi yoki undan ham aloqa berishga harakat qilamiz.